Assalomu alaykum. Ismim Farhod. Buyuk Britaniya fintech kompaniyasida mahsulot menejeri bo'lib ishlayman. Bugungi darsimizda sizlar bilan NETN asoslarini o'rganamiz va undan keyin esa 4 ta kichik amaliy loyiha qilamiz. Birinchi amaliy ishimiz Telegram bot yaratamiz va unga matn yuborganimizda o'sha matnni Google jadvalga saqlashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi amaliy ishimiz esa botimizga ovozli xabar yuboramiz. U ovozli xabarni sun'iy intellekt orqali matnga aylantiramiz va jadvalga saqlaymiz. Uchinchi amaliy ishimiz esa Telegram bilan sun'iy intellektda rasm yaratamiz. Ya'ni Telegramga xabar yuboramiz, menga rasm yaratib ber deb, sun'iy intellekt esa biz xohlagan rasmni yaratib beradi. To'rtinchi ishimiz esa forma yaratamiz. U forma orqali ma'lumotlarni qabul qilib olamiz. Misol uchun, yangi xodim kelganda, biron bir foydalanuvchilaringizdan ma'lumot yig'ish kerak bo'lsa, barcha ma'lumotlarni yig'ib jadvalga saqlaymiz. O'tgan darsimda NETN o'zi nima o'rgatdim. Bundan tashqari NETNni bepul ishlatish yo'llarini ham sizlarga o'rgatdim. Bir narsani tushunyapmanki, NETNga talab oshib bormoqda. NETN nafaqat informatsion texnologiya sohani odamlari, balki kichik biznesi bor odam, tadbirkor, shunga o'xshagan odamlar o'zlarini ishlarini avtomatizatsiya qilish uchun kunlik jarayonlarni, kunlik ishlarini osonlashtirish uchun ishlatayotganliklarini ko'ryapman. Agar video darslarimni davomiyligini bo'lishni xohlasangiz, har doimda 3 ta iltimosim bor sizdan. Video ostida sharh qoldiring. Rahmat, okey, savolingiz bordir. Kanalimga obuna bo'ling va undan tashqari bu videoga albatta like qo'yishni unutmang. Shunda menga bu motivatsiya beradi, yangi darslar chiqarish kerak, hammaga yoqayapti degan menga bu qanaqadir signal bo'ladi. Rahmat. Agar men darslarimni ko'rib NETNni ishlata boshlagan bo'lsangiz, balki o'zingiz hostingingizni o'rnatgandirsiz, serveringizga, hokazo. Mana bu ko'rib turgan ekraningizda bu hostingerida o'rnatilgan NETN. E'tiborli joyi xuddi ro'yxatda o'rnatganingizdan keyin mana shu ekranni ko'rasiz. Hamma narsa toza turibdi bu yerda, hech qanday yaratilmagan hech narsa. Keyin bitta narsa ko'rsam o'sha yerda hostingda o'rnatilganda va NETN o'zida ishlaganda ozroq farqli joylarni ko'rsam o'sha yerda. E'tibor qiling, mana bu hozir ekraningizda ko'rib turganingiz bu NETN o'zida sotib olib $24 to'lab ishlatiladigan plani. Bunda loyiha yaratish mumkin. Xuddi papka degan tushunchada ham desa bo'ladi. Xuddi misol uchun bitta kompaniyaga tegishli loyihalarni, ma'lumotlarni, parollarni hammasini papkalab joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu qulaylikni beradi. Lekin bunga ham bitta joyi bor. $24 da bor yo'q bitta loyiha yaratsangiz bo'ladi. Men e'tibor qiling, men yana bitta loyiha yaratmoqchi bo'lyapman, aytayapti, yo'q, yarata olmaysan deyapti. Keling, hostingerga o'tamiz va bu yerda nimalar borligini ko'ramiz. Bu NETN asosiy ekrani. Bu yerda ko'rib turganingizdek workflow, credentials, executions, variables, data tables degan ustunlarimiz bor va ular seksiga o'rganamiz. Birinchi narsa bu workflow, umuman NETN ishga tushishi, hamma ichidagi mana shu bo'lakchalar iborati bu workflow deyiladi. Mana bitta workflow yarataylik. Workflow yaratish tugmasini bosdim, qanaqadir bir narsa qo'shdik, Telegramdan xabar kelsin, hamma narsani ulab talayapman hozir. Shunchaki misol uchun sizga tushuntirish uchun bu workflow nima degani. Bundan keyin misol uchun jadvaldan biror narsa olaylik. Bilaman, Google Sheets deymiz, jadvaldan ma'lumot kelsin. Mana ko'rib turibsiz, 3 ta bo'lakcha bor. Mana shu 3 ta bo'lakchamiz, mana shu 3 ta bo'lakcha bu workflow. Mana shu workflow yaratadi. Workflow nomini olaylik, qo'yaylik. Mening birinchi workflow deylik. Marhamat. Workflow saqlandi. Agar bizda loyihalarimizni ichiga qaytsak, o'zimiz personal loyiha workflow yaratildi. Mana shu narsa oddiy yaratilgan mana shu bo'lakchalardan tuzilgan avtomatizatsiyalashtirilgan avtomatizatsiyamiz workflow deb aytiladi. Bu workflowlarni xohlagancha yarata olasiz. E'tibor qilsangiz, bizda ustunlarimizda credential, execution, data tables bu bo'sh turibdi. Sababi yangi toza NETN. Keling, o'zim ishlab turgan akkauntim qayta, bularni ko'rsataman nimaligini. Credentials demak, bu NETNda bilsangiz, har xil servislar ishlatamiz. Telegram, Google kalendar, Google jadval, balki sun'iy intellekt, OpenAI va bularni hammasini NETN bilan ulash uchun siz xuddi NETNga o'zingizni o'sha Telegramingizdan kalitingizni berishingiz kerak. Mana kalitni olgin, mana shu botimni kaliti. Qachon sen botni ishlatmoqchi bo'lsang, mana shu kalit orqali botim orqali xabar yuborasan, xabarni qabul qilasan. Mana shu barcha ma'lumotlar mana credential qismida saqlanadi. Bu ko'rib turibsiz, men qanaqa credential ishlatganman, ko'rib turibsiz. Bu credential. Yaxshi. Endi execution nima? Execution bu sizni workflowingiz, mana workflow yaratdik. Mening birinchi workflow har ishga tushganida sizga mana bu yerda bitta qator paydo bo'ladi. Mana shu vaqt
tushdi, workflow ishga tushdi, hammasi yaxshi, xatolik yo'q degani. Agar xatolik bo'lsa, keling birlikda xatoliklarni ham topamiz. Xatolik mana marhamat, xatolik. Demak, qanaqadir my workflow uchta xatolik bo'lgan va uni misol my workflow uchta ichiga o'tsak, nima xatolik bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bu xuddi olganda jurnalda barcha ma'lumotlar kiritib boriladi. Hammasi yaxshimi, yomonmi? Mana shu narsa bu execution. Variables qismi bu xuddi dasturlash tilida bitta ma'lumotni saqlab turadi shu yerda, boshqa joy ishlatib borish uchun kerak bo'lgan narsa. Eng e'tiborlisi $24 tarif planimda menga bu qism ishlatish mumkin emas. Uni ishlatsang deyapti. Menda misol uchun starter tarifi Pro'ga o'tgin deyapti. Har oy $60 to'lashim kerak bo'ladi shu qism ishlatishga. To'g'ri aytsam, ishlatib ko'rmaganman hech qachon. Balkim kelajakda alohida dars tayyorlayman. E'tiborli joyi, serverimizga o'rnatilgan NetEnt'da bu qism mavjud emas. Faqatgina NetEnt'ni o'zini serverida ishlatganda bu joyi mavjud. Yaxshi ishlatmaganmiz holi, balki hozircha bizga kerak emasdir bu narsa. Demak, NetEnt'ning asosiy ekrani o'sha workflow, credential, execution qismlarini ozgina o'rgandik. Endi keling workflow qismiga sho'ng'iymiz. Nimalar deyarli ichkarida iborat. Bizga asosiy avtomatizatsiya yaratadigan joyimiz aslida shuni ichida. Yangi workflow yarataylik. Bu, eslatib o'taman, hostingerda o'rnatilgan NetEnt. Endi bitta narsa ko'rsataman sizga. Pullik NetEnt qismida keling bitta bu hozir ko'rib turganingiz pulligim yangi workflow yarataman. Bu yerda darsim xuddi shunday bo'layaptiki, NetEnt o'zining serverida ishlatilgan va hostingda o'rnatilgan, serverda o'rnatilgan NetEntning farqi nimaligini ko'rib ketyapmiz. E'tibor qiling, bu yerda Build with AI degan qismi bor. Sun'iy intellekt bilan o'sha workflow yaratish joyi bor va hostingga o'rnatilganda o'zimiz o'rnatib olgan serverimizda bu narsa yo'q. Bu narsa yangi qo'shilgan funksiyonallardan, rostini aytaman, sun'iy intellekt bilan yaratiladigan boyagi flowlar hali ham men talabimga javob bermayapti. Men misol uchun ko'rsataman sizga, qarang. Telegramdan kelgan xabarni Google jadvalga saqla deymizda, mana shuni buyuramiz. Bajarilyapti. 2 daqiqa bir tanaffus olamiz va qaytib kelamiz yaratib bo'lgandan keyin. Ozgina jarayonni ko'rsataman. Mana jarayonni ko'ryapsiz. Sun'iy intellekt o'zi workflow yaratyapti. Workflow yaratildi sun'iy intellekt orqali. E'tibor qiling, menga 3 bo'lak qismdan yaratdi bu narsani. Va xohlangki, agar qo'lda yaratsam bu narsani bor yo'g'i 2 bo'lak qismdan Telegram va Google jadval orqali biz yaratsak bo'ladi. Demak, ortiqcha ma'lumotlar yaratib tashlayapti. Shuning uchun hozircha men AI qismini o'zimga foydali deb topmadim. Balkim kelajakda u yaxshi bo'ladi. E'tibor qiling, hozir bu beta degan joyda turibdi. Ya'ni sinovda degani bu. Yaxshi. Qaytdik, biz o'zimizda serverimiz o'rnatilganda. Endi esa trigger degan narsa o'rganamiz. Bu avtomatizatsiyani ishga tushirib yuborish uchun nima ta'sir ko'rsatadiki, avtomatizatsiyamiz ishga tushib ketadi. Xuddi tasavvur qiling, mashinani yurish uchun nima qilasiz? O'tirganingizda yurmaydi-yu. Kaltni tiqasiz, buraysiz. Yoki balkim qanaqadir tugmani bosasiz, mashina o't oladi, yurishga tayyorman dedi. Va gazni bosganingizda mashina yuradi. Shunaqami? Bu yerda ham xuddi shunaqa nimadirki ta'sir qilish kerak. Boyagi avtomatizatsiyangiz ishga tushib ketish uchun. Mana shu narsa trigger deyiladi. Mana plus tugmasi bosganimizda birinchi bo'lib qo'shadigan majburiy joylarning bittasi bu trigger qo'shishimiz kerak. Trigger har xil turlari bor. Birinchisi, qo'lda men ishga tushiraman, balkim o'zim kiraman avtomatizatsiya ichiga, qo'lda tushiraman. Qanaqadir ilovadan signal kelsa, balki men Telegramdan menga xabar kelsa, o'sha avtomatizatsiya ishga tushib ketsin. Keyingisi jadval asosida, grafik asosida. Misol uchun, har kuni dushanba kuni mana shu avtomatizatsiyani ishga tushirish qismi yoki webhook qismi. Bu degani chetdan qanaqadir ma'lumot, signal keladi. Misol uchun sizni web sahifangizdan, balki siz ilovangizni ichidan dasturchilar tayyorlagan webhookdan bu avtomatizatsiyani ishga tushirib yuboradi. On form submission degani siz forma yaratishingiz mumkin. Misol uchun kimgadir ma'lumot so'rashingiz kerak mijozlaringizda forma yaratasiz. O'sha formani to'ldirganda ismi, familiya, hokazo ma'lumotlarni sizga avtomatizatsiya ishga tushib ketadi. Buni misol uchun forma to'ldirdi, forma kelgan ma'lumot siz xohlaysiz Telegramda yuboriladi sizga, undan keyin jadvalga saqlanadi. Keyingisi bu qaysidir workflow dedim. Mana workflow ishga tushib bo'ldi, undan keyin keyingisi ishga tushsin. O'sha joyda on chat degan qism bor yoki umuman boshqa degan joyi bor. Bu yerda sizga email kelsa, ko'rib turibsiz, MCP server degan qiyinroq bir tushunchalar bor. Shular
avtomatizatsiya ishga tushirib yuboradigan bo'laklar hisoblanadi. Keling biz nima qilamiz? Birinchi triggerimiz sifatida bu Telegramdan xabar kelganda avtomatizatsiyani ishga tushirib yubor qilamiz. Mana bo'ldi. Birinchi triggerni qo'shdik. Endi keyingi bo'laklari, action bo'laklari yoki mantiqiy bo'laklar yoki API larda chaqiradigan bo'laklar hisoblanadi. Keling ularni ham o'rganib chiqamiz. Mana ko'ryapmiz, bu yerga 6 ta 7 ta action bo'laklari bor. Birinchisi bu sun'iy intellekt agentini yaratish mumkin. Bu yerga sun'iy intellekt agentini yaratdik. Keyingisi qanaqadir ilovada qanaqadir signal bo'lsa, qanaqa ilovani ichiga qilib yuborish kerak. Misol uchun bu Google jadvalimiz bo'lsa, har doimda Google jadvalimizga Telegram ma'lumot kelganda uni yangi qator qo'shing deymiz. Yangi qator qo'shish. Yana plus qilamizda ma'lumotlarni ustida ishlash, ularni qayta ishlash, ularni sayqallash, filtrlash deganda mana shu yordam beradi. Ma'lumotlarni birlashtirish, misol uchun merge'da ishlataman men ko'p vaqt. Yoki eng undan ko'p vaqt ishlatiladigan kod degan qismi bor. Bu kod nimani bildiradi? NLTni qanaqadir funksional yetmayapti. Va sizga qanaqadir o'zingiz uchun maxsus mo'ljallangan funksiyalar kerak. Shuning uchun JavaScriptda kod yozib, buni to'g'rilash mumkin, siz aytishingiz mumkin. Bu JavaScript kodi yozishni bilmayman-ku, nima qilaman deyishingiz mumkin. Albatta bu yerga bizga ikkinchi sun'iy intellekt keladi. Shunda ChatGPT kiramiz. Menga xuddi shu narsalar qilish uchun shunaqa narsa yetmayapti. NLT uchun yordam qilib yuborish, shunaqa kod degan joyi uchun menga kod ber desangiz, shunda kodni beradi. Shuni ko'chirib qo'ysangiz, o'zingizni NLT uchun maxsus yozilgan funksionalligingizni olasiz. Keyingisi flow. Bu mantiqiy joylari, mana misol uchun if ishlatamiz. Ko'p vaqtda biz if nimani bildiradi? Qaysidir ma'lumot bunga teng bo'lsa, ikkinchisiga teng bo'lsa, bu haqiqatmi? Demak, true'ga yuboradi, true bo'ladi. Agar yo'q, ma'lumot haqiqatga bo'lmasa, teng bo'lmasa, false ga yuboradi. Uni boya oqillarda joylarga yuborib yuboramiz. Bu yerga ketgan, u yerga ketib ko'rsatib yuboramiz. Bu mantiqiy qismlar. Keyingilardan bu core eng ko'p ishlatiladigan, bu yerda ham HTTP request, bu API larni ulaymiz. Chetdagi serverlardan, chetdagi ma'lumotlarni biz, misol uchun hammasi ham NLTda hamma narsa yo'qmi? Misol uchun bilmayman, bizda mahalliy startaplarimizda API'lar bor. O'shalarga o'zingizda API'ingiz bor. O'shalar ishlatish uchun bu API ishlatiladi. Mana shu API orqali ketadi. Keyingisi human in loop. Zo'r joylari bittasi. Bilasizmi narsa bu human in loop? Misol uchun avtomatizatsiya yaratgansiz, lekin qaysidir qismiga siz keraksizda, balkim knopkani bosib yuborishingiz kerak. Hammasi to'g'ri degan knopkani o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib bosishingiz kerak bo'ladi. O'shunda human in loop degan joy yordam beradi bizga. Misol uchun o'rtaga sizga ariza keldi. Arizada kimdir yozdi, men to'ladim deydi. To'laganni kartangiz pul tashlagan, shunaqami? Kartaga pul tashlagan, siz lekin uni avtomatizatsiyaga ula olmaysiz. Kartaga pul tekshirish tushganmi yo'qmi ko'rish uchun. Bo'ladi, uning uchun kompaniya yaratishingiz kerak, payment kliklar ulashingiz kerak, qiyinchilik bo'ladi. Undan ko'ra qo'lda tezgina ko'rsangiz bo'ladi, pul tushdimi yo'qmi? O'shangacha, misol uchun siz kartangizga pul tashladim deydi, avtomatizatsiya keladida, mana keling Telegramga olmaysiz, Telegram deymiz. Avtomatizatsiya keladi, shu joyga to'xtab qoladi. Toki siz ha tushdi degan knopkani yoki ha degan xabar yubormaganingizcha bu davom etmaydi. Mana shu xabarlar yozasiz, qaysi xabarda davom et degan joydan. Va bu sizda boyagi workflowingiz avtomatizatsiya davom etadi. Boshqa trigger ham qo'shsa bo'ladi. Misol uchun bitta workflow ichida boshqa triggerlar ham bo'lishi mumkin. Bilmadim, balki bu yerda on schedule deymiz, qanaqadir qarang, e'tiborga bu unga ulanmaydi. Action ulanmaydi. Trigger o'zi yarim aylana sifatida ko'rsatilgan, bu alohida trigger bo'ladi. Alohida narsani ishga tushirib yuboradi trigger. Endi qarang. Mana ko'rib turibsiz, biz yaratdik mana shu workflowdan iborat bo'lakchalarni. Esingizdan chiqarmang, bular hammasi jamlab mana shu bo'lakchalar node deb aytiladi. Darslar ko'rganingizda, boshqa darslaringizni ko'rganingiz, balki meni boshqa darslarimni ko'rganingizda, mana shularni men node deb aytib o'taman. Mana shular nodlar deb aytiladi. Har bittasi bir bo'lak. Telegram nodi deyman, sun'iy intellekt nodi deyman, kod nod deyman. Misol uchun workflow bu katta qism desak, ichida kichik nodlardan iborat bo'ladi. Aytgancha, Telegram kanalim ham bor. Bu yerda sizlarga foydali ma'lumotlar, darslarim chiqishidan oldin xabar beraman. Hafta davomida o'zimni o'rgangan narsalarim bo'lishib boraman. Obuna bo'ling, sizga nasib bo'lsa foydali bo'ladi. Darsda davom etamiz. Endi keling boya aytganimdek nazariydan amaliyga o'tamiz. Keling buni saqlab qolamiz yana darsimiz uchun. Buni nomini ikkinchi workflow deymiz. Saqlab qoldik. Saqladik. Rahmat. Endi yangi workflow yaratamiz.
Hozir qiladigan narsamiz oddiy Telegramdan kelgan, Telegram botga kelgan ma'lumotni Google jadvalga saqlaymiz. Demak, biz birinchi tanlaymiz Telegramda xabar kelsa. Telegram on message. Endi Telegramda bot yaratib, boya aytganimdek, botimizni kalitini NetEngga taqdim etamiz. E'tibor qiling, credential qismi bo'sh turibdi. Hozir bu narsa ishga tushira olmaymiz. Sababi biz botimizni kalitini taqdim etmaganmiz. Qanday qilib bot yaratamiz? Telegramni ichiga o'tamiz. Xohlasangiz telefoningizdan, xohlasangiz kompyuteringizdan va bizda Telegram taqdim etgan ofitsial bot yaratuvchi bot bor. Qiziq, bot yaratuvchi bot. Nomi Botfazr. Botlarning otasi. Kirib ko'rib turibsiz, mana yaratilgan botlarni qarab turibsiz. Va biz qiladigan ishimiz ikkita yo'limiz bor. Xohlasak mini ilovasini ishga tushiramiz botni yokida mana shu yerga komanda yozib bitta bot yaratamiz. Mana komanda belgi qo'ydim, new bot deymiz. Mening darslarim NetEng nom bo'lsin. Yaxshi, botning nomini tanla deyapti va oxirida bot degan yozuv bo'lsin deyapti. Dars birinchi naqamiz bot deymiz. Marhamat, bot yaratildi, botni bizga kalitini berdi. Mana shu kalit NetEngga taqdim etsak, botimizga boshqara oladi NetEng. Ko'chirdik, NetEngga o'tamiz. Credential degan qismga new credential bosamiz. Access token deyapman, berdik buni, nomini keling birinchi dars deb qo'yasiz. Misol balkim siz o'zingizni botingiz nom bo'ladi va saqlash knopkasini bosamiz. Bosdik, yashil yozuv chiqdi, demak hammasi joyida. Aloqa ulandi. Endi keling, botdan kelgan xabarlar kelyaptimi-yo'qmi tekshiramiz. Ochdik, execute setup bosamiz. Endi botimizga kirib xabar jo'natamiz. Botimizni ochaylik. Botimizni ochdik, start knopkasini bosamiz. Bu yerga keling, e'tibor qiling, start knopkasini bosganimdan kimdir ishga tushirib yubordi botni deb ma'lumotlar keldi. Meni ma'lumotlarni birdaniga ko'rdi. Demak, botga aloqa bor. Keling, sizga bu narsani qanday ishlayotganligini ikkiga ekran bo'lib ko'rsatay. E'tibor qiling. Mana bu yerga yaratgandik not. Demak, buni execute setup qilaman hozir. Uzr, mana o'ziga kirib sinash uchun. E'tibor qiling, NetEng kutib o'tiribdi xabar. Qalay deyman. Ko'rdingizmi? Ishlab ketdi NetEng va ko'ryapmizki, mana shu qaysidir foydalanuvchidan xabar keldi, qalay degan xabar keldi. Mana bu yerga ko'rishingiz mumkin o'sha xabarni. Endi ma'lumot keldi. Ma'lumotni jadval saqlashimiz kerak. Ma'lumotni jadval saqlash uchun, demak, biz o'zimiz Google'dagi jadvallarimizni ulashimiz kerak bo'ladi. Nomi Google Sheets uladik. Ma'lumot kelganda mana shu joydan append row in sheet deymiz. Bu degani bir qator qo'shgin degani. Google jadvalda umuman Google'larni servislarini NetEng ulash uchun agar sizda o'zingizning hostingingizda, o'zingizning serveringizda NetEng qo'yilgan bo'lsa, alohida darsim bor. O'sha alohida darsimga o'tib o'rgansangiz bo'ladi. Demak, credential qismiga o'tadigan bo'lsak, demak biz buni sahifani yangilaymiz. Credentialni so'rayapti. Mana credentiallar meni ulangan. Endi biz qiladigan ishimiz qaysi faylda kelgan ma'lumotlarni yig'amiz. Buning uchun osongina yo'li bor. sheet.new desangiz, yangi jadval avtomatik darajada mana shu manzilda jadval yaratiladi. Jadvalning nomini nima? NetEng darsligim uchun deymiz. Misol uchun ustun nomini Telegram xabar. Ustun albatta nomlangan bo'lishi kerak. Sababi ustun agar birinchi, mana shu birinchi chap taraf turgan sonli ustun nomida ustunlarning nomini qo'yish kerak. Telegram xabar, sana deymiz, yana kim, misol uchun kimdan deymiz, mayli. Buni shunaqa yozib qo'yaylik. Boricha harakat qilamiz, qancha ma'lumot to'play olsak, o'sha ma'lumot to'playlik. Endi NetEngni o'ziga o'tamiz. Yana qaysi fayldan deyapti. Birdan o'sha yaratilgan boya fayl, e'tibor qiling, birinchi bo'lib ro'yxatda turibdi. NetEng darsligim uchun yaratdik. Qaysi jadvalni olay deyapti. Mana bu nimasida, mana bu sheet 1 degani mana bu narsani bildiradi. Bir xil joylarda, misol uchun, odamlar ikkita, uchta deb qo'yishi mumkin. E'tibor qiling, ikkita, uchta qo'shdim. Bu yerda o'zida yana qaytadan hozir agar sahifani yangilasam 2-3 ham ko'rinadi. Bizga hozir sheet 1 kerak. Endi yaxshi, tortib oldi. E'tibor qiling, ustunlarni birinchi qatordagi nomlardan oldi. Sana 1 kimdan? Telegramda xabar. Yaxshi. Telegramda xabar kelishini biz saqlashimiz kerak edi mana shu yerda. Qaysi ma'lumotlarni saqlaymiz? Keling, yana bir og'iz Telegram ishga tushirib yuboramiz, tekshirishimiz kerak. Execute setup qildik va kutyapti mana bu yerga xabar kelishini. Keyin Telegramimizga kiramiz, botimizga ikkinchi salom deymiz. Ikkinchi salom.
Dedik, ishlab ketdi, mana xabarlar. Endi jadvalga qaysi ma'lumotni qayerda saqlashimiz ko'rsatamiz. Mana shu ma'lumotlarni tashlashimiz kerak. Telegram xabar, mana ikkinchi salom bu Telegram xabarda o'zi bo'lsin. Mana shu joyini ushlab turib, shu tortib shu yerga qo'ysangiz yetadi. Sana bu yerda yozilmagan, sanani biz date mana ko'rinishda yozilgan, lekin biz o'zimiz to'g'rilik ko'rinish keltiramiz buni. Hozir kimdanligini ko'ramiz. Mana ism bor ekan, first name, keyin undan keyin bitta probel qo'yamizda, familiyasini ham qo'yib yuboramiz. Ikkinchisini ham qo'yib yuboramiz. To'g'ri, last name, familiyasi. Shunda qani qo'yildikmi? Qo'yilmadi. Keling, buni ham qo'yib yuboramiz. Last name ishlab ket. Mana. Jonivor. Mayli, familiyasi boshqa o'tib qoldi, hech qisi yo'q. Sana masalasiga keladigan bo'lsak, qarang. Sanaga expressionga o'tamiz va o'zi NATNni o'sha kod yozish tilida $now deb yozsak, e'tibor qiling, sanani qanaqa o'zi yozadi. Agar sizga shu ko'rinish ma'qul kelsa, bo'ldi, shunday qoldiring, hech qanday savolsiz jadvalga shu ko'rinish saqlaydi. Agar siz bu holatda sizga to'g'ri kelmasa, mana bu kodni qo'ysangiz, now set zone bu biz O'zbekiston Toshkentda yashaymiz va ko'rinishi oy, yil, sana, soatlar mana shu ko'rinishga olib keladi. Menimcha bu ko'rinish qulayroq, jadvalda tushunarliroq bo'ladi. Shu kodni qo'yganingiz ma'qulroq bo'ladi. Videoni pauza qilib ko'chirsangiz bo'ladi. Balkim mana yaqinroq ham ko'rsataman sizga. Endi excuse setupni bosamiz. Bizdan bir ma'lumotni kutyapti. Keling, botimizga yozamiz. Hello deb yozamiz. Uzr, bunisi emas. Mana bu joy bo'lib ishlab ketdi. Mana bu ma'lumot saqlandi. Jadvalga tekshiramiz. E'tibor qilish, sheet 1 ga o'tishimiz kerak. Marhamat, ikkinchi salom, 8-sana kimdan kelgan? Hamma ma'lumotlarni ko'rib turibsiz. Endi siz bunday qilishingiz mumkin. Mana qarang. Bot ko'tasida salom deysiz. Bo'ldi. Xabar yana tushmayapti. Nima qilishim kerak men o'zi xabar tushishini deysiz. Bu yerga bitta joyi bor. Uning uchun biz workflowda ishga tushirib qo'yishimiz kerak. Bu hozir shunchaki bir marta ishga tushirilgan edi. Yopamiz mana bunday saqlash knopkasini bosamiz va mana inactive'ni aktiv qilib yuboramiz. Bo'ldi, bularni qabul qildim, tushundim, hammasi qulay, ma'qul. Bo'ldi, ishga tushirilgan. Keling endi buni hozir ko'ramiz qanaqa ishlaydi. E'tibor qiling, ekranimda ochib qo'yibman. Bir tarafda Telegram, ikkinchi tarafida jadvalni. Keling yozamiz biror ma'lumot. Salom 3. Demak, ortda ishlab ketdi NATN va ko'ryapmiz, salom 3 paydo bo'ldi. Va xohlagan xabar yozamiz. Misol uchun, buni nimaga ishlatishingiz mumkin? Balki siz o'zingizni g'oyalaringizni Google jadvalida saqlamoqchisiz. Bir g'oyangiz keldi, g'oya bor yangi, buni qanday qilishni bildim, yubordingiz. Bo'ldi, ma'lumot ketdi va jadvalga saqlandi. Bu juda primitiv, eng oson bitta yo'llardan bittasi edi. Endi ikkinchi misolga o'tamiz. Ovozli xabarni matnga aylantirish. Endi tasavvur qiling, mana shu boya oldingi gruppamizga matnli xabar keldi, hammasi yaxshi, tushunarli. Ovozli xabar kelsa nima bo'ladi? Bu qanaqa ish jarayoni bo'lyapti? Mana e'tibor qiling, workflowimiz yoniq turibdi, hammasi ishga turibdi. Mana olamanda ovozli xabar yozaman. Bu sinov tariqasida ovozli xabar yubordim. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Qarang. Hech qanday matn qo'shilmadi, lekin sana qo'shildi. Demak, qanaqadir xabar keldi-yu, lekin tushunarsiz yozilmadi. Biz ishimiz bu endi ovozli xabarni matnga aylantirish. Buning uchun nima qilamiz? Gemini bor. Gemini Google'da sun'iy intellektni transcribe recording deganini qo'shamiz. Bu degani ovozlini matnga aylantiramiz. Buning uchun credential yana so'rayapti. Demak, bizga credential kerak bo'ladi. Gemini'ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Credentialni o'tamiz. Google o'zining sayti bor. aistudio.google.com ga o'tamiz. Bu yerda API kalit yaratamiz. Marhamat, bularni yopamiz. Bizga kerak joyi get API key, o'ng tarafda create API key, misol uchun NATN darsim uchun bo'lsin. Qaysi loyihani tanlaymiz? NATN test bo'lsin, create key bo'lsin. Kalit berildi bizga, NATN test. Mana shu kalit ko'chirib olamiz. Ko'chirdik. Endi o'tamizda workflowimizga o'tamiz. API keyni qo'ydik, saqlaymiz. Yashil yondi. Bo'ldi, osongina uladik. Yaxshi, endi bizga ovozli xabar kelganda uni aylantirib bersin matnga. Qanaqa aylantiramiz? Keling, oldin Telegramga ovozli xabar bitta olaylik.
o'chiramiz buni. Ishlab turganini o'chiramiz. Qo'lda ishga tushiramiz. Keyin ovozli xabar yozib, please solve outside issue before activate deyapti. Qanaqadir muammo bor deyapti. Bu yerda Google'da to'g'rilab qo'yaylik modelini. Bizga modelni tanlaylik. Google'da bizga keling oxirgi flash bo'lsin. Audio URL boshqa joylar turaversin. Bo'ldi. Hozir bu joyni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Keling endi boyagi botga ovozli xabar yozamizda, bu ovozli xabarni Gemini'ga o'sha sun'iy intellektga beramiz. Bizga matnga o'zgartirish uchun. Demak, Telegram boyagini ochdik. Vaqtinchalik bir martalik ishga tushiramiz. Ovozli xabar yozaman. Assalomu alaykum. Bu ovozli xabar maxsus bot uchun yubordik. Ko'rdingiz, fayl keldi. Endi shunchaki bu faylni olishib, unga o'tkazib borishimiz kerak. Buning uchun keyingi qiladigan ishimiz nodimiz Telegram qo'shamiz. File degan get file bor. Mana get file'da file ID bor. Bizga file ID beradi. Maxsus file ID'ni ko'chirib berib qo'yamiz. Qo'ydik. Execute setup. Marhamat. Mana ko'rdingizmi, bizga file ko'rinishda bizga NTM ni to'g'rilab berdi. Endi bu faylni ulaymiz Gemini'ga. Gemini'ga aytamiz, faylni qayerdan olay deyapti. Audio URL binary files deymiz. Binary filesda data degan joy turaversin, chunki har doim NTN o'zi data qilib yuboradi. Bo'ldi, yubordik. Keyin execute setup bosamiz. Gemini'ga ulandi, faylimizni beryapti va ko'rdingiz, assalomu alaykum, bu ovozli xabar maxsus bot uchun. Ko'rdingiz, ovozni bizga matnga aylantirdi. Endi biz olamiz, ovozda hammasi kelganda buni olamizda xabar kelsa qayerga qo'yishimiz kerak. Shunday bo'lishi mumkin, mana qarang, men bilan qizil yonib qolgan. Chunki bizga Gemini'dan kelgan narsa tekst mana bu yerga kelib tushadi. Endi biz o'ylashimiz kerak, chunki bizga ham ovozli xabar yonishi mumkin, ham matnli xabar jo'natish mumkin. Shunaqami? Shuning uchun biz nima qilamiz? Agar deymiz, eslaysiz, sizga aytdim, mantiqiy joyi bor degandim. Mantiqiy joy. Mana bu yerga mantiq qo'shamiz. Bu yerga mantiq qo'shamiz. If deymiz. Demak, mantiqli joyi bor edi. If else degan joyga, shu joyga nima qo'shamiz? Mana ovozli degan joyi bo'lsa object exists. Mana shu narsa, mana shu obyekt, to'g'ri, mana shu to'rtburchak belgisi bor. Mana shu narsa bor bo'lsa, biz bu haqiqat degan. Shunaqami? Olamizda bu haqiqat true. Agar ovozli bo'lmasa, shunchaki matn bo'lib kelsa, shunchaki mana o'ziga joylashtirib qo'y. Ya'ni biz ovozlini faqatgina matnga aylantirishimiz kerak. Keling, buni ishga tushiramiz. Execute workflow. Keling, bitta ovozli xabar yozaman. Bu meni 3-ovozli xabarim. Yubordik. Ketyapti. Boyagi ovozlini aylantirdi. Ko'ramiz endi tushadimi yo'q jadval ichiga. Bo'ldi deyapti. Lekin afsuski tushmadi. Afsuski tushmadi. Men taxminan negaligini ham bilaman. Sababi biz bu ma'lumotni bermaganmiz. Mana bu yerga matnga bermaganmiz. Mana bu matn bu bo'lish kerak yoki-da mana bu tekst bo'lish kerak. Yo bunisi, yo bunisi. Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Message kimdan kelganligini xabarni qarang. Ko'ryapsizmi? O'zi umuman olgan nodlar bor. Bitta oldinga mana qarang. Mana bu nod bor va bitta oldinga bu nod bor. Bu mana bu nodga qaramayapti. Chunki boya boshida darsimizda ikkitagina nod bor edi. Demak, mana bu nodga qarayapti. Chunki bu yerda biz to'g'rilaymiz. Kimdan olish kerak ma'lumotlar deganini joyini biz aytishimiz kerakki, Telegramdan olish kerak. Buning uchun biz get file, mana Telegram trigger ichidan, mana shu joydan biz olishimiz kerak. Mana bu familiyani va ismni bo'lsin. Mana last name'ni oldik, first name'ni oldik. Bo'ldi. Mana endi execute workflow qilamiz. Keyin yana marta ovozli yuboramiz. Ovozli xabar. Bu 4-ovozli xabarim. Yubordik, ishga tushdi. Bu narsani amalga oshiryapti. Jadvalga qo'yibman deyapti va qo'shildi shekilli. Ovozli xabar, 4-xabar. Qanday qo'yilmisiz? E'tiborli joyi Google AI bu pullik. Buni oldin hisobingizni to'ldirishingiz kerakki, buni ishlatish uchun. Qanchadir sentlar, juda kamlik pul sentlar oladi buni ovozlini matnga aylantirish uchun. Endi keling, bu yerda biz matnli xabar yuboramiz. Ko'ramiz qaysi yo'lni yuboramiz. Mana botimga kiraman. Matn deb yozaman. E'tibor qilamiz, birdaniga mana bu yo'nalishda o'tib ketdi. Ko'rdingizmi? Bo'lib bergan matn bo'lib tushdi. Shunaqa ikkinchi misolni ham ko'rdik. Endi keling 3-misolga o'tamiz. Telegramda shunday imkoniyat qilamizki, botimizga xabar yozsak, bizga bot rasm yaratib bersin. Buning uchun nima qilamiz?
Keling buni saqlab qo'yamiz. Yana bitta yangi yaratamiz. Buni aytaylik, buni jadval Gemini deb saqlab qo'yaylik o'zimizga. Uzr, jadval to'g'ri bo'lsak, jadval yangi bitta loyiha workflow yaratamiz. Bizga Telegramdan xabar kelsa, Telegram on message biz birinchi darsga mana turibdi tayyorlangan, turibdi xabar kelsa, u xabarni biz olamiz yana Gemini'ga beramiz. Gemini bu Google'da sun'iy intellekti. Bunga beramizda Google Gemini biz qilib berishimiz kerak generate an image. Generate an image degani bu rasm yarat degan bizga. Rasm yaratishni tanladik va modelni tanlashimiz kerak. Qaysi modelni yaratish kerak? Keling, shu nano banano bo'lsa, e'tibor qiling, har bitta bu rasm yaratishimiz pul turadi. Tanladik va prompt deb nima rasm yuborishimiz haqida bizga kerakli aytishimiz kerak. Mana shu rasmni yaratib berdi. Prompt degani o'zi bizga rasm qanaqa yaratish kerak? Telegramda ma'lumot kelsin. O'shani ishga qo'yamiz. Keling, oldin mana workflowni o'tamizda boyaga o'chirilgan ko'raylik. Sababi boya biz uni ikkitasi ishga tushib qolishi mumkin bir vaqtda o'zi. E'tibor qiling, jadval Gemini boya qildik-ku, buni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi, bizga xos kerak emas. Bizga hozir mana bu kerak bo'ladi. Uning uchun keling, Telegramga o'sha gruppamizda menga she'rni rasmi kerak deymiz, misol uchun. Hozir ma'lumotni yoqaylik buni, execute workflow. Mana buni qo'yib bunday qilib yuboramiz. Mana bu yerga keldi. Uzr, yana yuboraylik, execute workflow. Ko'chiramiz, qo'yamiz. Menga she'rni rasmi kerak yubordik. Ishlab ketdi. Mana menga she'rni rasmi kerak degan matn turibdi. Bu bizning promptimiz bo'ladi. Sun'iy intellekt mana shu narsani qilib ber degan bo'ladi. Qo'ydik. Mana shu narsani qo'shamiz. Keling, ishga tushirib yuboramiz, ko'ramiz nima bo'ladi. Demak, sun'iy intellekt ishni boshladi o'zini. Qanaqadir bir rasm yaratyapti. Marhamat, rasm yaratdi. Endi biz rasmni olib, uni Telegramga tashlashimiz kerak. Buning uchun biz Telegram action'ni qo'shamiz. Ya'ni nodni Telegram document deymiz. Send a document bo'ladi. Chat ID qayerga bu faylni yuborishimiz kerak? Gaplashgan chatimiz o'zida. Buning uchun Telegramga o'tamiz. Qaysi chat ID deyapti? Telegram trigger. Chat ID ni topishimiz kerak bo'ladi. ID. Demak, chat ID mana bu qismiga. Mana shu, misol uchun bu ko'pchilik sizga murojaat qilishi mumkin. Bu aynan sizga javob berish kerak. Binary file tanlaymiz, data tanladik, bo'ldi. Execute setup. Demak, qanaqa ma'lumot kutyapti mendan? Bo'ldi. Ma'lumot yuboryapti. Keyin Telegram tekshiramiz. Ko'ryapsizmi, she'rni rasmini yuborib yubordi. Keling, endi buni ishga tushiramiz. Saqladik, ishga tushirdik. Keling, buni endi sinaymiz. Qanaqa ishlaydi? Menga Afrika odamlarini rasmi kerak. Yubordim. Bo'ldi, kutyapmiz. Ortda mana bu ishga tushyapti. Execution'da qarab tursa bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Nima ishga tushyapti, nima ish ketyapti. Mana tushdi, rasm keldi. Qanday bo'ldi? Ajoyibmi? Telegramda o'zingizda sun'iy intellekt agentingizni yaratdingiz. Qoyila. Endi 4-misolni ko'ramiz. Boya aytilgandek, bu 4-misolimiz sizdan, mijozlaringizdan kimdandirmi qanaqadir ma'lumotlar yig'ib olish kerak va ma'lumotlarni jadvalga joylashtirish kerak. Keling, Telegram o'rniga endi ma'lumotlar yig'ish uchun qanaqadir sizga manzil kerak. U manzilda sizga foydalanuvchilar o'zlari ma'lumot qoldirish kerak. O'tamiz. Keling, yana create workflow qilamiz, yangi workflow yaratamiz va bu yerda Telegram emas, endi tanlaydigan narsamiz on form submission degan narsani tanlaymiz. Keling, forman title bu ariza deymiz. Form description, balki biroz ariza bo'lib qoldi. Ariza forma qisqa nima haqida deb yozib qo'yaylik va formani elementlari qo'shamiz. Misol uchun ismingiz bu oddiy tekst bo'ladi. Bu yerga ismingizni yozing. Keyingi misol uchun oddiy buni tekst qilmaymiz, radio qilamiz. Radio button degani bu ikkitadan bittasini tanlash kerak. Va buni label ishlaysizmi? Uzr, mana bu yerga ishlaysizmi? Bu yerda bo'ladi. Radioda yo'q. Ha bo'ladi. Keyin ko'ramiz nima narsaligini buni. Mana marhamat, ko'rib turibsiz. Bu oddiy forma, shu ma'lumotlarni yig'ib olishimiz mumkin. Ishlaysizmi? Ha, yo'q. Ismingiz Farhod bo'lsin? Yo'q. Submit. Bo'lib yopamiz. Ma'lumotlar kelib tushdi. Mana formadagi ma'lumotlar, sanalar, qayerdan kelib tushgan,
Sizlar ishlaysizmi, yo'qmi, hokazo joylar. Endi bu ma'lumotlarni jadvalga Google'ga qo'shamiz. Sizlarga o'rgatgandim. sheet.new deysizlaringiz, yangi jadval yaratasizlar. Jadval nomini NET forma deylik. O'tamiz bu yerga va bu yerda tanlaymiz keyin ma'lumotlarni jadvalda saqlash uchun. Buning uchun Google Sheets tanlaymiz va aytamiz append row in sheet deymiz. Ma'lumotni qo'shish kerak. Faylni tanlaymiz. NET forma bo'lsin. İçidagi jadval kechirasizlar. İchidagi jadval mana bu bo'lsin. Bu yerda hech qanday ma'lumot yo'q. Qarang, o'zi xatolik beryapti. Hech qanday ustun topa olmadim deyapti. Shuning uchun ustun to'ldiramiz. Ishlaydimi? Ism, sana. Buning uchun olamiz, formamizni yaratamiz. Tablarim ko'payib ketgan. E'tibor qilmang, boyagi darslarimiz jarayonida ko'p tab ochib bordik. Faylni ro'yxatda saqlaymiz. Ochib olamiz, yangilab. Refreshni bosdim. Marhamat topdi. Ishlaydimiga biz mana bu javobini joylashtiramiz. Ismga ismingiz degan ma'lumot joylashtiramiz va sanaga eslasangiz agar sizga kodni ko'rsatdim qanday qo'yish kerakligini, boyagi now deb yozsa bo'ladi, xuddi narsani beradi yoki boyagi qisqa kod bor. Buni o'zim ChatGPTdan so'rab olganman. Men ChatGPTdan qanday yordamchi kerak bo'lsa ChatGPTga murojaat qilsa bo'ladi. Men tushunmayman qanaqa qilaydi. Bu normal holat bu. Va buni qo'ydik, expression o'tkazamiz va mana shu sanani qo'yadi. Bo'ldi, mana shu sanani joylashtiradi. Bo'ldi. Hammasi tayyor, saqlashni bosamiz, xohlasak bir martalik, execution workflow bir martalik. Sherzod bo'lsin, ha bo'lsin, submit. Endi formamizga o'tamiz. Ha, Sherzod va sana. Ajoyib. Endi joyga e'tibor qiling. Mana bu yerda test URL bor, production URL bor. Mana shu manzilni production URLni siz odamlarga yuborishingiz kerak. Masalan, odamlar yuborib, mana shu ma'lumot to'ldirib ber deb sizga ariza formasini yuborasiz. Testni yuborib bormang. Test bu vaqtinchalik. Production har doim ishlaydigani. Test bu mana bu o'zingiz hozir ishlab turibsiz, o'sha vaqt test kerak bo'ladi. Production asosiysi bo'ladi. Shuning uchun productionni ko'chirib olasiz. Production esa qachon ishga tushadi? E'tibor qiling. Men productionni ko'chirdim, yangi ochdim, qo'ydim. Ishlamayapti. Bilasizmi nimaga? Sababi biz mana buni ishga tushirmaganmiz. Kerak ishga tushiraylik. Endi yana marta ochaman. Ko'rdingizmi? Endi ishlab ketdi. Shu joylarga, nozik joylarga ehtiyotroq bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Sizga yana bitta kichik joyni o'rgatib ketmoqchi bo'lyapman. Bitta joyda e'tibor qiling. Mana shu joyda form automated with NA10 deb qo'yib shunaqami? Keyin shuni olib taylaylikchi. Hostingda bepul ishlatyapmiz-ku. Bunda ham imkoniyat bor olib taylash. Buning uchun nima qilamiz? Ochamiz. Mana bu to'xtataylik hozir ishlab turganini. Olamizda add option append NA10 attribution degan joy bor. O'shani o'chirib qo'yamiz. Execute setup. Bu joyni olib tashladik, ko'rdingizmi? To'liq bepul ishlatish mumkin. Do'stlarim, qanday bo'ldi? NA10 bugun ancha bilimlaringiz oshdimi? Agar shunaqa bo'lsa juda ham xursandman. Har doimgidek videomga like, share, obuna bo'lish, fikringizni bildiring, savolingiz bo'lsa savol bering. Hammasini sizdan kutib qolaman. Yangi darslar ko'rishguncha, xayr.